Bizlar birinchi navbatda chet el tajribasi o'rgandik. Chet el tajribalari qanaqa yo'nalishda asosan ular targ'ibotga urg'u bergan. Shuning uchun biz hozir birinchi navbatda yilning boshidan 31-yanvar kuni Jizzax viloyat hokimligining qarori chiqqan. Mana qarorga asosan shu butun tashkilotda hamma qamrab olgan. Ya'ni .apk bilan tugaydi. Ko'plar shunga e'tibor bermaydi, to'ydan video qanaqa video ekanini qiziqib bosib oladi. Siz mana shuni bossiz, ya'ni zagroska qilish natijasida ikkinchi navbatda virus tushgandan keyin siz telefonni qanday nazorat qilsangiz, xuddi shu firibgar chet eldan uzoq ma'lumotlaringiz, telefondagi galereyadagi rasmiy suratlaringiz yoki to'yda tushgan videolaringiz bo'lishi mumkin. Hamma shaxsiy ma'lumotlar unga o'tadi. Bundan tashqari bank plastik kartada bo'ladi. Bank plastik kartada pul bo'lsa pul bo'ladi birinchi navbatda, ikkinchi navbatda pul bo'lmagan taqdirda ham sizning nomingizga onlayn kirib rasmiylashtiradi. Chunki shunday gumon olsak shunday yuzingizda yoki video holatda onlayn kirib rasmiylashtiradi. Bu bo'yicha jabrlanganlar ko'p bugungi kunda. Ya'ni har bir Telegram orqali keladi. Ya'ni Telegram orqali kelishi sababi Telegramda O'zbekistonda 70-80 ta ishlar bo'lishi mumkin. Shuning uchun har qanday kelgan ma'lumot birinchi navbatda o'qib ko'rishga, oxiriga e'tibor berish kerak. Masalan, Word programmasida doc bilan tugaydi, o'g'lim, oxirida. Nuqta doc bilan tugaydi. Excel'da o'zini dastur bor, Excel'da. Video bo'lsa .apk bilan tugaydi. Shuni bilib olish kerak. Keyin Telegramni aniqlash yo'li bor. Bitta Telegram orqali, bitta tepada pust ko'machasi bor, mana burchada. O'sha pustga bosamizda lotincha apk deb yozamiz. Lotincha apk deb yozsa chiqib kelsa, Telegramda chiqib keladi. Kanallardan, gruppalardan chiqib keladi. Uzun bu. Agar haqiqatan Telegramga kelgan bo'lsa, qachon kimdan qanaqa ko'rishga kelgan hamma ro'yxat turadi. Agar demak Telegramda toza yo'q bo'lsa, demak toza bo'ladi. Agar o'sha chiqib kelsa, demak bunday gruppalarni ko'ramiz, ichida fayllarni ichiga kirib yonidan o'tarib tashlaymiz. Agar sizda huquqingiz bo'lmasa, o'sha gruppani tashkil qilgan admin bo'ladi-ku, shu gruppani ochganga aytib, o'chirtirish kerak bo'ladi. Ikkinchi usuli nasrga qurilmasi bor telefonimizda. Birma-bir ko'zdan kechirasiz, har bitta ilovani bu apk virus tushgan ilova bilan haqiqiy ilova farqi bo'ladi. Ya'ni bitta ilovaga shunday bossangiz, ruxsatnomalar, razрешение degan so'z tagida o'zini ilovani razрешение, ya'ni ruxsatnomalarning tagida SMS va telefon ruxsat beradi. Shundan biz fayl paydo bo'lib qolgan bo'ladi agar o'sha ilovaga kirganimizda. Hajmi kam bo'ladi. U uzoq bilan 10-15 megabaytdan oshmaydi apk virus. Agar ulansa, telefoningizga o'rnatilsa. Lekin haqiqiy ilova kamida 30-40 yoki 100 undan ham yuqori bo'lishi mumkin megabayt. Shundan bilsa bo'ladi. Undan keyin apk viruslar aytdi, undan keyin apk virus kelgan paytda tozalaymiz. Agar yaqinlarga ketgan paytda o'sha telefonni aniqlashtirish kerak. Apk virusdan SMS keyingi yo'nalishni aytaman, hozir SMS kodni aytishdan oldin. SMS kod masalan ko'pchilik SMS qilsa, bitta knopkali bitta sensorli telefon bilan bo'lsa, o'sha narigi telefonga o'rnatish kerak bo'ladi. SMS xizmatini. Boyada ilovalarni bu telefondan boshqarasiz, lekin SMS xizmatini narigi telefonga ulashingiz bevosita sizga har qanday hujum bo'lsa ham, apk virusni bossangiz ham sizdan pul yechadi. Masalan 100 ming tashlaysiz, 200 ming tugaydi. Haqiqatan tashib berish mumkin 100 ming. Qancha miqdorda. Ular firibgarlar usuli ishonchisizga kirib aldashlar birinchi. To'g'ridan to'g'ri pulni ko'paytirib berasiz, aniqlaydi. Birinchi ishontirish uchun sizga pul tashib beradi. Kam miqdor 100 ming, 200 ming, 500 ming tashib berish mumkin. Keyin siz nima qilasiz? Zo'r ekan desa, yaqinlaringizdan, tanishlaringizdan pul olasiz, qarz olasiz. Hattoki kecha yaqinda 3 kun oldin bitta qiz keldi, yosh qiz 25 million tashib bergan. Ko'rmagan odam aytayapti sizga. Opa, yo singlim, olmasiga 200 ming beraman dedi qiz. Siz nima uchun begonaga tashib berasiz? Nima uchun sizga boshqa pulingizni ko'paytirish kerak deb aytib savol beramiz. Qanday aralagan bilmay qolyapti fuqarolar. Shuning uchun har qanday ijtimoiy tarmoq orqali pulingizni ko'paytirib beramiz deb yoki boshqa reklamalarni ishonmaslik kerak. Hech kim pulni ko'paytirmaydi. Nima tashkilot yo'q. Pulni ko'paytirayotgan bo'lsa, firibgar o'zi hech kimga aytmasdan reklamalarni turib o'zi yaxshicha pul ko'paytirsa bo'lar, to'g'ri? Oddiy savol berish kerak bo'ldi. Keyin boshqa bo'ldi. Sizda birinchi navbatda agar Telegram'ingiz ikki boshli parol o'rnatilmagan bo'lsa, Telegram'ingiz qo'lga oladi, shubhali. Ikkinchisi, buni apk virusga olib boradi. Ya'ni shu silka orqali apk virusga bosishingizga olib boradi. Bosganingizda yana keyingi bosishda oxir apk virus bosishga majbur qiladi. Shuning uchun har qanday shubhali silka o'rnini birinchi navbatda ijtimoiy tarmoqlar tekshirib ko'rish kerak. Haqiqatan prezident qarorini o'sha o'zim rasmiy yo'nalishlar bor, to'g'ri saytlar. O'sha qaror orqali tekshirib, aniqlash kerak bo'ladi. Talabalar o'zining nomiga bank plastik karta ochadi-da, xohlagan bankka olib klassik karta ochadi. Ikkita shuni ochadi-da. Keyin boshqalar sotadi, tanimagan odamlar. Ular nima qiladi? Ijtimoiy tarmoq orqali reklama qiladi, o'zini firibgarlar. Men O'zbekistonga sarmoya kiritmoqchiman, tijorat qilmoqchiman, O'zbekistonda qanaqa korxona qurmoqchiman deb, bu O'zbekiston fuqarolar aldaydi. Shuning natijasida u boya fuqarolar kartasini sotib oladi. Tushunyapsizmi? Kamida 100 ta, 200 ta, 500 tagacha karta oladi. Kartasini aylantirib shu drog kartalar orqali aylantirib chiqib ketadi. Shuning uchun ko'pchilik jinoyatda shuning uchun ochilmay qoladi.
Asaga maktab misol qilsa bular 3 milliardga yaqin pul xuddi shunda 500 ta birokrata orqali chiqib ketgan. 500 ta yaqin birokrataga socha olgan. 3 milliard pul mayda bo'lib ketgan plaskalarga. Bitta misol ichki ishlar aniqlaydigan bo'lsa, bitta plaskatasidan oxirgi internetsi kamida 1-2 kun ketadi. Prokuratura sanksiya olish kerak, ruxsat olish kerak, xat qilish kerak, xavfsizlik tizimini tanishtirib yoki boshqa tashkilot qonunini tanishtirib, ruscha gapiradi. Shundan bilsa ular. Keyin ikkinchisi aniqlash yo'li shu telefon olgan payt ko'p gaplashmaslik kerak, telefonni o'chirib qaytib chiqishingiz kerak shunga. Qaytib chiqsa tushunmaysiz. Shundan bilsa ular firibgarlar. Lekin biz o'zimiz chiqsa tushishimiz mumkin. To'g'ri, haqiqiy bank xodimi yoki haqiqiy ishlar xodimi chiqsa, telefon qilsa qaytib chiqsa tushirasiz. Lekin bu har qanday soxta telefon bo'lganda o'zini soxtalashtirib bank xodimiman degan shaxsga chiqsangiz tushunmaysiz. Shundan bilsa bo'ladi. Bu o'tgan boya misol sifatida aytdim. Noyabrda o'sha fuqaro murojaat qilyapti. Nima bo'ldi desa, markaziy bank xodimiman tanishsiz deyapti. Bu birinchi navbatda bu ham firibgar qo'rqitadi. Qisqa faylni aytadi, to'liq ma'lumotlarni aytadi. Qisqa fuqaro boy aytganimizda Telegramimizdan bo'lyapti. Ikkinchisi AppKivirusga borib, AppKivirusni bosib, ichida pulni cho'layapti. Shuning uchun har doim nimadir yuklab olayotganmiz, nimadir ilova yuklab olayotganmiz, har doim rasmiy saytlar orqali yuklab olishimiz kerak. Har qanday Telegramdan kelgan ilovalarni yuklab olishimiz kerak.